O'zi kechqurun makiyaj qilib nima qilyapman? Endi bu sochga mos makiyaj qilamiz. Birinchi o'rinda makiyajni o'chirib olamiz. Birinchi o'rinda yuzimizni yaxshilab tozalab olamiz. Endi quruq yuzimizni yaxshilab namlantirib olamiz. Sizda baza bo'lmasa, yuzni namlantiruvchi krem ham baza o'rnida ishlatsangiz bo'ladi. Mana yuzim juda ham quruq. Endi esa qoshimizga fiksator qilamiz. Buni tonalnidan oldin qilsangiz oqarib qolmaydi qoshingiz. Shu uchun maslahat beraman, fiksatorni tonalnidan oldin suringlar. Bugun shuni surtamiz. Yuzga yaxshilab tonalni surtamiz. Buni rangi menga sal qora, shu uchun oqroq tonalni Catrice'dan ataylab oq tonalni olganman. Mana shu qora tonalni bilan qo'shib yuzga surtish uchun. Yaxshilab aralashtirib, sponjim namlanmagan, lekin hozir namlantirib kelishga vaqtim yo'q. Shu uchun quruq sponjda. Quruq sponjda tonalni qilish juda ham qiyin ekan. Mana yuzimga tonalni surtib oldim. Endi konturing qilamiz. Zagar effektni yaxshi ko'radigan qizlar bormi? Menga o'xshab. Qop-qoragina qiz bo'ldik. Endi rumyonni. Ko'zimizni bo'yaymiz. Shiglemdan. Sal to'qroq rangida. Ko'zimizni ikkita chetini bo'yab olamiz. Endi ko'zimizni tagiga concealerni surtaymiz. Shu orada bolam turib qoldi. Hammaga xayr. Uni 1,5 soatlik urinishdan keyin Muhammad Solihni uxlatdim. Mana shu tushni juda ham yaxshi ko'raman. Mistays 765. Xo'sh, labimizga Beauty Creation'dan Wow, qizlar rangiga qaranglar. Lip kombolarni qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Makiyajni yaxshi tutsin desangiz, albatta orqasidan pudra qiling. Juda yaxshi ko'radigan etapga keldik. Men highlighterni yaxshi ko'raman. Makiyajim chiroyli chiqibdimi? 0 dan 10 gacha baholaymiz. Qani ketdik. Menga juda ham yoqdi. 10 dan 10 bergan bo'lardim. Bu makiyaj kunlik uchun juda ham. Men kunlikda mana shunaqangi chiroyli makiyajlar qilib yuraman. Sizga makiyajim yoqdimi? Hammaga xayr, sizlarni yaxshi ko'raman. Endi bu makiyajni o'chirib uxlaymiz. Juda ham yoqdi. Sizlargacha kommentariyada fikringizni qoldiring.